o'sh turlab qolgan, jamiyatga o'sh yuqolayotgan ba'zan bir ma'lumning kasabatiga nurg'un tirishayotgan, nurg'un yaxshi o'tayotgan ma'lumlar ketayotgan ish va mayda qo'lib bir tayoqni qilib urgandan keyin urdi. Eng oxir bo'lanmagan chog'da qo'limga usul, ochiq yomon ma'lumdan o'rganganlar bormi yoki yavaş ma'lumdan o'rganganlar bormi? Ma'lumning zarim bo'ldi, qarim bo'ldi. Shu o'qish jarayonida haqiqatan shu o'qish jarayonida ikkinchi tur osonmi, uchinchi tur osonmi? Uchinchi tur ma'lum yaxshimi yoki ikkinchi tur ma'lum yaxshimi? Mush to'g'riliq ma javobni men demay, o'zinglar bir faraz qilib qo'yinglar, deb qo'yinglar. Mushu zada mush o'rganish jarayonida hamda qandayroq bir ma'lumni o'rganganlar bor. Mushni o'zinglar bir faraz qilib qo'ysanglar bo'ldi. Undan keyin men sizga aytaman, yonlan. Menning ko'z qarashimning to'g'ri o'xshamaydi. Mush 50-numurning tuvendagi bolalar degan qanday bolalar bor degan gap, menga bolalar mendan gapchimi? Mush odatda o'rganish jarayonida mushu mayda ikkinchi tur bo'lsin, mayda uchinchi tur bo'lib qolsin. Sizlarga haqiqatan bir o'tib ketsinib kuyinadigan bir ma'lumotning cho'qim zarmi bor, qarim bor. Yaxshi qilsangiz maqtaydi, qilmasangiz so'zlaydi. Ching tutish uchun vaqirib boqadi. Qilmagan qo'llaringizga yoki qilmagan shu putlaringizga bir ikki talba tayoqlar kelib sen nima ish qilmaysan, menda anda debchi. Buning hammasi chimishchilikni bilamsizlar, shu o'quvchi o'zi tushunadi ekan. Boshqa tushunmaysizlar. Shu sizlar masalan oddiysi meni oldin o'tgan ish bala haqiqatan bir o'ng'i burilish chirg'ini o'ng'i urang desam urmaydi. O'ng'i uranda vaqirsam urmaydi. 3 qitim vaqirsam urmaydi. Qo'li bir tayoqni qilib urgandan keyin urdi. Eng oxir bo'lanmagan chog'da qo'limga usul, kinishga olmaymiz. Oldikanmiz, xabardoshlik birimiz. Bu sizning kinish kelib shu o'pirimga hech qanday o'nta oson ish emas. Ba'zi bir bolaga hamda haqiqatan oson, ba'zi bir bolaga haqiqatan tez. Unda oson ish emas. Oshda ya kelganda, oshda ching tutganda angiza o'ynalaydi. Yana birga ba'zan bir mushu qisqa o'rganish jarayonida ancha-muncha ma'lumotdan angiza tilishib qolgan yoki bir vaqtga ish qilib qolsa, uyga borgandan keyin ma'lum tilida, ma'lum so'zida deb uyga borsanglar, uyingda kelib qolib nima deydi desa, pul verib turib, o'sha tilishdi, tayoqqa bunga ish bormikin deydi. Lekin amaliyotda o'sha deydigan bolalar har qanday ekanlar meni oldimga, men shu mashinani beraman shu odamga, bergandagi o'zi aytib baqson, o'tib baqson. Bu o'sham ikkinchi tur o'tish jarayonida bir qiz vaqirmay, bir qiz tillamay, bir qiz hech qanday siyliq yo'q o'talam degan, o'tala qilib rizqo'ga ming qo'y. Butun jarayonni ko'rib o'tiramiz. Rizqo'ga ming qo'y, ha? O'shda o'talab qolib qolsa. Bu aqlga sig'maydigan ishlar bor. Lekin meyada ba'zan bir mushu jamiyatga o'shtirlab qolgan, jamiyatga o'shishib ba'zan bir ma'lumning kasabatiga nurg'un tirishayotgan, nurg'un yaxshi o'tayotgan ma'lumlar ketayotgan ish bor. Shunda bir emasdan bayatimizga 50-numar tibirki shunda qilalsa, italsa, odatda 6-7 kun qila oladi. Masalan, ya 2-tur yoki 3-tur bo'lsin, mush bolani qasddan bishga so'ratadi. Qasddan ayashga pulchilik o'rgatmaydi. Qasddan ash bolaga ajo o'talish tishlik bola qolib qoladi. Ash ma'lum sababdan menda ishmi bor. Lekin mushta sababdan mushunda bir tirishayotgan ma'lumlarga yuzga dog' keltirib, shu bir ching tutib o'tayotgan yoki kelgan chog'da bishqiz gapni bir kuyni qilamiz, o'g'zim o'tkazdi deb shunda tirishayotgan ma'lum shu o'g'zini charak gap chiqib qolsa, u ma'lum, bundan ma'lumki, bundan ma'lumkin deb balqa bayatim men deganda 50-numurning tubidagi numar qo'ygan ma'lumning gapini anglab, ma'lumni voz kechib, ma'lumni shundan o'quvchi ko'yans bo'lmaydi ki, o'quvchi ko'ygan foyda qilgan manda pasportniklar taqdim deb, sho'pirlik soat bo'layotgan nurg'un bir ziddiyatga bekchaq, ham ziddiyatdan hamma vasiqa ba'zan bir hamda yaxshi ma'lum va nachar o'quvchim bor. Hamma qo'l o'xshash emas. Maktab o'qishlarida har qism kunni ko'rgan o'quvchi yo'q, ko'rgan o'qituvchi yo'q. Har qanday ish o'zining yo'lida odamning imkoniga, odamning xarakteriga, odamning mijoziga bog'liq bo'lsa, nurg'un ishlar unda o'ylaganda oson emas. Siz o'ylaganda kasb emas. Shunda bir jarayon jafo tortib qilmas va bir maktabda javlan bo'lish uchun shuni o'zingizga o'tish kerak, shuning o'zgarlik bir hamda tajriba bo'lish kerak. Shunlashqanma hammadan bir tayaqda eydimanglar, hammadan bir xil ko'z qarashda qaylamanglar. Lekin mishada oshunda bir darajada mashhur qiramiz mos kelmaydigan, haqiqatan ular oshnaga olishga to'g'ri kelmaydigan odamlarni bizning qo'lga tushgandan keyin qattiq shunchaqan bismillah asosida aytib qo'lim tayoq qilib turib, aytib boshqarib turib o'rgatgan o'quvchilarim meni o'rgatib o'tgandan keyin haqiqatan ishini qoyilib, ishidan haqiqatan shu
Mening tutqunimdan o'zi xushallik his qilayotgan menda o'quvchilarim bor. Shu ashta savolim her ikkinchi qo'llanma mumkin emas. Ashta darajani o'tkazayotgan ishlarimiz bor. Shunlashqa ma'ada baka birdan qo'shiq qilib olgan, qo'shiq vaqtib olgan, qo'shiqchi qilgan ish yo'q. Lekin meni har qanday masalan doğurxona çesalma kesalni eğer yinka qarta doğrarga ish bor. Bishada nurg'un ma'lum ashta qildi shaxsan men bu ashta qilaman. Boş tuğa okuçva, çınq tuğa okuçva, vaqir tuğa okuçva, qurqir tuğa okuçva, siliq yapsizlar tuğa okuçva o'xshamaydi. Ikkinchi tur ta'sir emas, uchinchi tur ta'sir emas. Sizlik ta'sir to'xtaydigan eng muhim nuqta bo'lib qolsa, endi chiqsa tuanchada ikkinchi turga siz nol sayatni chiqqanda Japonlar ma'lumot ta'tislar, haqiqatan ta'tislar. Hatto 3-4 kuncha rol tushunmaysizlar. Bilmay boshqani bilmaysizlar. Tushunmagandan keyin angizlar sizlik bu osonlik bo'ldi. Lekin uchinchi tur chiqqan chog'da dastlabda shunday oson deysizlar, lekin oson ta'sir emas. Yanchi pullar o'quvchi oson. Yanchi pul yo'q o'quvchi ta'sir. Qancha yaxshi o'rgangan bilan mashmada imtihonlarga mashin pul qilib beydimsa, bu yaxshi o'rgangan bilan maydonda pul beydimsa, o'rganmaydi, o'tmaydi. Ko'z pishmasa, maydonning o'zi pishmasa, maydon mashda qabul o'rganmasa, har xil shangmolni to'liq maydon tushunish uchun, masalan, nazariya pishgan emniyat pishmasa, yana baka, pul o'quvchiga uchinchi tur oson. Pul yo'q o'quvchiga ikkinchi tur oson. Müştaq cəmiyyətdən sizlə abdiraq düşünürsünüzlər. Mən də şeyxanda pul gidiğən tür üçün tur olğanlıq üçün başlandı həm də azaq başlaq finçlik çıxaysınlar. Onun ağıma həm də şunun için özü pulumu cayı xecləyəsən çıxan cıq pul getməydi. Cayı xecləyəmsən nədə üçün turunuzda 10 min koydun 8 min pul xecləyət oxuza təgə yerim var. 10 min 8 min pul xecləyət təgə oxuçlarım var. Həm də hər xil oxucu göstərmə üçün aslında xarakterik micazım mastaşı qasız rühtümə muşnun arqlıq sizlər muşlar çox məktəb muşlar bir qaydım şunasanlıq gerək. Lekin eng muhimisi o'zing o'rgatgan, o'zingizga kelgan ma'lumotlarga jiqitini, chiqitib, ishqini fursat berib boqinglar. Shu fursatni yo'lini qo'yib boqinglar. Sizlar kelgan uchun lekin uni bilmagan chog'da ma'lum degan sen birlam emas deb tashlasan bo'lardi. Jiqitni so'zmaylar. Yandan eng oxirdan yo'qlab bir yakat qolsa, mishalni demak yo'g'on ketgan. Ikkinchi turtasini, uchinchi turtasini degan masalaga bayatdan yog'an, demakatni demak qolib o'ylaydi. Masalan, menda gaplar vallah davomli shopirni o'yindigan yoki shopir maktabda o'qigan bolalar qilasizlar. Hech kimni deganda men sizlarga odatga o'qish bo'lgan, odat ketayotgan chiqimingdan men qo'ydim 20 ming qo'ygacha yanchiqni qavdak sharoitda men kishkan chiqishim mas'ullik qilishim mumkin. Bu o'qiyotgan qilib bugun o'quvchi bizlar va jamiyatga ba'zan bir bolalar bu do'yinchilar hammamiz qo'ymaycha bu do'yinda eg'iz degan gaplar amaliyotga moslashmaydi deb o'ylaysizlar, lekin men amaliyotda har bir degan gapni egola olayman, har bir degan gapni mas'ul asosda hatto menga o'zimning maktabimda shu jon tatib ishini bor. Meni qanday o'qitargan bilgan uchun maktabni tam qismini tatman biriklik o'zim tizimga o'quvchi qo'l qo'yib, tam urib, talon hamma o'zim bir taraf qilib o'zimning o'qishim, o'zim ego, o'zim sho'jan, o'zim ma'lum, o'zimning o'qishim, o'zim men ma'lumot yuryapman. Shunda bir sharoitni foydalanib olib, aloqasdan gapni chekayotgan bo'la aloqalashim.